Alloh mendan rozi bo'lsin desangiz namoz o'qing. Ana shu namozni ichida shukr bor. 3 ta shukr bir namozga. Ana endi tana ibodatida albatta dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, xushu vuzu bo'lsin. Xushu degani namozda qo'rqib turish. Qo'rqish ketdimi, shayton kelib esnavor deydi. Ana bergan pulingni bir eslab qo'y, undan so'rashing kerak. Ana olasing bor, bunga berasing bor, yoqqa borishing bor. Necha rakat o'qiganini bilmay qoladi. Namoz o'qisangiz hamma tepada turibdi, bir teshikka kapanda kirib ketayotganingiz ko'zingiz oldingizga keltiring. O'sha teshikka guvala qo'yib, ustingizdan turpo tortib oladi. Hali hech kimni kovlab olishmagan qiyomatgacha qoladi. Shu Alloh akbar deyishdan oldin o'sha yerga kirib ketayotganingiz, o'zingiz ham kira olmaysiz, olib kirgizib ketishayotganini ko'zingiz oldiga olib kelingda. Hech narsasiz, hech kimsiz qop-qorong'i joyda qolishingiz xayolingizga kelsa, pitir qilib sajda ham qilmaysiz. Don cho'qilaganday sajda qiladi. Shoshib ichi qaynab ketadi. Seni namozingga Alloh muhtoj emas, sen muhtojsan deyish kerak. Chiroyli o'qi namozni. Yaxshi ham Alloh bandaga sajda qilishni, namoz o'qishni buyurmagan bandasiga. Bo'lmasam xo'jayini qani menga bir namoz o'qib yubordi desa, 1 soat o'qirdi mana shunday xo'jayinga qarab, sajdadan bosh ko'tarmay yarim soat. Sajdada xo'jayinni maqtash kerak bo'lsa, hammadan zo'rsiz deb 1000 marta aytadi. Egamga qilyapsiz shu ishni, Allohimga, jon berguvchiga, jonimizni yana o'zi oluvchiga. Subhana robbiyal a'lo. Ey Rabbim, sen pok zotsan, sen ulug' zotsan. Vuzusi joyida qiling. Rukularni, sajdalarni yaxshi qoyillatib, odam zotni e'tiqodini qanaqaligini namozdan bilib olsa ham bo'ladi. Shundoq turadi, 2 rakat tugaganini o'zi bilmay qoladi bir xil odam. Shundoq keladi, hali birinchisida alhamdu deganingizni bilasiz, assalomu alaykum va rahmatulloh deb turadi u. Billa boshladingiz. Bola zolinga kelmaz, u assalomu alaykum deb turibdi. Bilinadi, namozda bilinadi. Yolg'ondan namoz o'qiyotgani ham bilinadi. Namozni bekitib bo'lmaydi. Ichi siqilib ketadi masjidga kirsa ham. Tez chiqib ketgisi keladi. Mo'min masjidda baliq suvda yurgandek, munofiq masjidda qush qafasga tushgandek bo'lar ekan. Ana shu yerda o'zi munofiqmi, munofiq emasmi bilib olsa ham bo'ladi.